Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun chilalarimiz bo'lsa 9-may 2025-yil bo'ldi. Bugun dehqonchiliklarda syomka qilish uchun keldim. Yerimizga tomosha qilib, arpalarni syomka qildim. Mana arpalar pishib qoldi. Kombayn kelishini kutib turibman. Xohlasak kombaynlar kelsa arpalarni o'ldiramiz deb turibman. Arpalar mana shu darajada tayyor bo'ldi. Bu yil ob-havo juda ham issiq keldi. Ob-havo juda issiq bo'lib, hozir shamol bugun kun shamolroq bo'libdi, mana g'ubor bo'lib turibdi to'g'ri atroflar. Arpalar pishdi mana. 35-40 gradus issiqlikda ob-havo harorati balandroq turibdi. Arpalarim pishib ketyapti. Bu arpalarimiz 6 qirrali, 6 xonali deb nomlanadi. Bobaki 6 xonali arpalar mana shu arpa. Bu juda ham lalimi uchun lalimi arpalar bor hisoblanadi. Suvga chidamliroq keladigan arpa mana shu. Mana shunday pishib qoldi, mana qoshiqlar tayyor bo'ldi. Mana shu arpalar pishib hozir Nasr Qisroq rayonidan syomka qilyapmiz buni. 5-savxoz. 5-savxozdan mana shu arpalarni yig'ilib mana tayyor bo'ldi. To'g'ri atrof ham mana arpalar mana shu darajada mana shundan o'tib pishib turibdi-da. Mana 6 xonali bobaki arpalar. Suvga chidamli arpa ham ser hosil bo'ladi. Arpalarim pishib tayyor bo'ldi mana. Endi hamma shu kombaynni kutib turibdi. Arpalar mana shu darajada pishib tayyor bo'ldi. Deganlarni mana shu boricha endi yetishtirib olamiz, xudo xolasa. Shu qarta bo'lingan polya bo'lib shu bo'lingan polyalarni shunday qilib pishib tayyor bo'ldi arpalar. Top tayyor.
Arpalarning ham mana hosili juda ham yaxshi emas. Hosil unchalik ma'quli yo'q. Boricha yetishtirib olamiz. Suv bo'lmadi, mana arpalar pishib qoldi, achanka bo'lib. Achanka bo'lsa ham endi yetishtirib olamiz. Mana hamma tevarak mana shunday arpa bo'ldi bu yil. Kun issiq bo'lyapti.